Assalomu alaykum barchaga. Bugun Agrota Holdingsda aksiyalarni e'lon qilib ketamiz. Bir rivojdan ketaveramiz. Puluklardan boshlaymiz. Puluklardan boshlab press podvorchikgacha bor. Frezalar bor. Enrular bor aksiyada, xudo xolasa. Aksiya qilib beramiz. 2 korpusli aylama puluk. 2 korpusli aylama puluk mana. Atvallari 30 dan bo'ladi. Bu qanaqa traktor deganlarga 40-50 ot kuchli traktorlarga bemalol mo'ljallangan. 40-50 ot kuchli traktorlarga aylama puluk. Bez rasxod. Buni zapchaslari bor, lemixlari bor, atvallari bor. Balonlarigacha bor, hamma narsasi bor. 20 million sotganmiz. 15 million aksiya qilib qo'ydik. 15 million. Ikkita qo'ygan. Keyin katta traktorlar uchun. Bu qanaqa traktorlar? 120 ot kuchidan baland traktorlar uchun. Atvallari 45 dan bo'ladi. Yer chuqurligi 35-40 cm gacha kiradi. Lemkin chuqur pullar bilan birga bir ishlangan. Turetskiy puluk, Turan puluk. Narxi 110 million sotilgan. Aksiyada 65 million qilib qo'ydik. 65 million. Bundan ham ikkita dona qolgan. Mana. Yana bitta puluklarimizdan biri Turetskiy, aylama emas, lekin oddiy puluk. 5 korpusli puluk bo'ladi. Atvallar 35 dan bo'ladi. Atvallar 35 dan bo'ladi. 5 korpusli puluk 52 million sotilgan. 42 millionga beriladi. Buni qanaqa traktorlarga mo'ljallangan? Buni 120 dan baland traktorlar torta oladi bemalol. 120 dan baland bo'lishi kerak. Bitta tortganda 40 dan bo'lganda ham 5 korpusli 2 metr joyda olib ketadi bemalol. Xuddi shuni 4 korpuslisi mana. Xuddi shu Turetskiy pulukda 4 korpuslisi. Atvallari 40 dan bo'ladi, 160 joyda olib ketadi. 42 million sotilgan, 36 million. Bular hammasi bitta donadan qolgan. Xuddi shu partiyani 3 korpuslisi 40 atvallidan. Bu chuqurligi yerga ham 35-40 cm bemalol kiradi. Buni 30 million sotganmiz, 25 million aksiyada. Bu qanday traktorlarga mo'ljallangan deganda 80-90 traktorlarga bemalol bo'ladi. 80 dan kichkinasiga ozgina kattalik qiladi. Mana aksiyada 25 million puluk so'raganlar uchun. Baquvvat, lemix, atval, hamma zapchaslari bor o'zimizda. Endi o'rtacharoq traktorlar uchun mana 80 traktorga 5 korpusli mayda puluklar kelgan, mayda atvallar, 30 atvallar bo'ladi. 27 million sotilgan, 20 million qilib qo'ydik. Bir donadan qolgan, bir donadan. Xuddi shuni 4 korpuslisi. Bu 4 korpusli bemalol 70-60 traktorlar, 50 ot kuchli traktorlar ham bo'ladi. Buni narxi 23 million, 17 million so'm qilib qo'ydik. Turetskiy puluklarimiz yana rivojdan ketaveramiz. 4 korpusli mini puluk. Adashtirib olmaymiz. Mana atvallari 30 dan bo'ladi. Bitta haydaganda 120 joyda, 160 joyda olib ketadi. Bu 30 dan bo'lsa 120 joyda olib ketadi. 27 million, 23 million, 17 million sotyapmiz. Bu ham xuddi shu narx. Mana minilardan 30-40 ot kuchli traktorlarga mo'ljallangan mini puluklarni 3 korpusli 19 million sotilgan, 14 million qilib qo'ydik. Undan ham kichkina traktorlarga 20-25 ot kuchli, 30 ot kuchli traktorlarga 4 korpusli mini puluklarimiz 9 million narxi. 3 korpusli mini pulugimiz 8 million. 3 korpusli mini puluk 8 million. Endi chizillarga navbat keldi. Mana chizillarga juda katta mega aksiya qo'yganmiz. Solis chizillari. Bu chizillar 80 traktordan baland traktorlarga mo'ljallangan. 80 dan kichikga ozgina og'irliklari. Buni narxlari mana 20 million, 50 million sotilgan 20. Teng barobar tushirganmiz. Mana birkalarni ko'rsatsak, mana birkalari ko'rinyaptimi? 800 kg bo'ladi. 600 kg ekan. 2023-yil. Solis puluklari bu, Solis traktorlar. Solis traktorlar ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Hindistonniki bu so'naqalar. Chizillar. Mana kultivatsiyani kichkinalari 50 ot kuchi shunaqalarga mo'ljallanganlari mana 6 million. 16 million sotilgan 6 million. Mana undan ham kichkinalari 5 qatorlilari 5 million. 5 million. Freza so'raganlarga mana frezani arzonidan 2 metrlisi pichoqlari bor, hammasi bor. 20 million narxi. 2 metrlisi. Mana frezamiz 1.60ligi 16 million.
Xudo xolasa mana ketdi bu yog'i. Drabilkalar. Drabilkalar 7 million sotilgan 2 million 700. Ana drabilkalarimiz bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yana ha bitta diskoy baranalarimiz bor. Kichkinalari qolgan, kattalari qolmagan. 12 million sotilgan diskoy baranalar. 20-30 traktorlarga, mini traktorlarga bo'ladi. Narxi 10 milliondan 3 ta dona. Enrular 20 million sotilgan enrularimiz, 18 million sotilgan. Aksiyada 15 million. Kelaverasizlar bemalol. 15 million aksiyada. Endi bu yog'i eng katta aksiyalarimizdan bittasi Prespadbor. Prespadbor Turkiyaniki, Turetskiy Prespadborlar. 50-60 dan baland traktorlar bemalol ishlatib qanaqa qila oladi. Hamma zapchaslari bor o'zimizda. Servislargacha qilib beramiz, xudo xolasa. Agar ko'proq obzor video kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, qilib qo'yamiz. Narxi 230 million sotilgan, 160 million qilib qo'ydik. Prespadbor sezon kelyapti. Yaqinda bug'doylar o'rilish boshlanadi. Sezonda zo'r ketadigan narsalardan 165 million, 160 million. 50% ni to'laganga qolgan 50% ni bo'lib to'lash ham qilib beramiz. Bu Xitoy Prespadbor naqalardan emas, Turetskiy Prespadbor, Fimax zavodniki. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yana ma'lumot beramiz. Traktorlar bor. Gultvassalar keldi, endi bular aksiyaga tushgani yo'q hali. Xudo xolasa kelishtirib beramiz Turetskiy gultvassalar.